Assalomu alaykum ahli islom birodarlar. Mana shu hozir ko'radigan joyimiz Xo'ja Ne'matulloh ziyoratgohi. Mana bu asosiy haligi chiqadigan zinapoyamiz. Ham bu tomonga ham ziyoratgohni yaqiniga chiqadigan joy. Mana shu joylarni obod qilamiz deb niyat qildik. Endi ko'p bu savoblik amal kimiki bir shu joyni obod qilishlikka bir qo'li tegadigan bo'lsa qanchalik yana bir ibratli yaxshi bir xosiyatli ish bo'ladiki, shu joylar bir obod bo'lib qoladi, savobi tegadi. Biz mana xudo xohlasa endi havo ochilib yaxshi bo'lyapti. Xudo xohlasa mana bu joylarga qanchalik bir uzoqlardan mehmonlar kelishi boshlanadi. Chunki avvalgi yili Malayziyadan, Indoneziyadan, Germaniyadan kelishganda shu joylarni ko'rib, yaxshi joy ekan, bu joylar obod qilinmagan ekanda degan fikr ularga tuyuldi va ko'rib juda bir afsus qilishdi. O'zimizni O'zbekistondan, Vodiydan, Buxorodan ko'p ziyoratchilar keladi. Ko'rib bilan o'tirib bir dam olib ziyorat qilib ketishyapti. Bu kishi aslida bu Hazrati Bashir Hazratlarini Atoyi otalari hisoblanadilar. Alloh tomonidan bir Allohning inoyati bilan shunaqacha bir ishlar bo'lgan. Bu tarixlarni yana bilib haligi yana anig'ini eshitib juda bir xursand bo'ladigan yaxshi bir tarixlari borki, asli bu kishi Arabistondan Hilob shahridan shu yerga kelib yashagan, 6 yil yashagan, bu yerga so'ng shu yerga ko'milgan. Mana shu maqbaraning ichiga u kishining jasadlari qo'yilgan.